Mana bugun xorijiy tillarni o'qitish uchun eng yaxshi maktab ko'rik tanlovida tumanimizdagi 37 ta maktabning 178 nafar o'quvchisi ishtirok etdi. Tanlov juda chiroyli tashkil qilingan bo'lib, o'ta shaffof, Olimpiada markazidan qopga bloklangan holda materiallar olib kelindi. Hozir o'quvchilar bilan suhbat jarayonida shuni sezdimki, savollar ham juda chiroyli tuzilgan, maktablarimiz ham shunga yarasha tayyorgarlik ko'rib kelgan. Bunaqa konkurslar juda ko'p bo'lishini o'quvchilarimiz ham, o'qituvchilarimiz ham xohlayapti. Chunki bu konkurslarda o'quvchilar o'zini tutishni, ertaga imtihonlarda o'zining hayajonini bosib olishni va asosiysi o'sha 178 nafar o'quvchimiz mening o'ylashimcha juda yaxshi tayyorgarlik ko'rgan. Ular kamida o'sha IELTS sertifikatlari 6.5 olish rejalari borligini aytayapti. Ular 10-sinfga o'tganda, xudo xolasa 9-sinfda 10-sinfga o'tganda bizning tumanimizda mana 180 nafarga yaqin IELTS bor o'quvchilar paydo bo'ladi va ular o'rtoqlariga o'rnak bo'lib o'zlarini ko'rsata oladi. Sovrin prezidentimiz tomonidan juda chiroyli sovrin qo'yilgan. Mana birinchi o'rinda olsa 100 million so'm, shuning teng yarmi o'qituvchi va o'quvchilarni rag'batlantirishga, qolgan qismi esa maktabning o'sha ingliz tili o'qitish bo'yicha moddiy texnik bazasini yaxshilashga ishlatiladi. Ikkinchi o'ringa 75 million so'm, uchinchi o'ringa 50 million so'm pul qo'yilgan. O'tgan yilgi tanlovda tumanimizda birinchi o'rinni olgan maktabimiz o'sha 100 million so'm bu yerdan o'tgan bo'lsa, tumanimizdan viloyatda ham ikkinchi o'rinni olib 200 million so'm pul mablag'ini qo'lga kiritib, maktabini o'sha moddiy texnik bazasini yaxshilashda o'qituvchilarni rag'batlantirishda juda katta mablag'lar kelib tushgan. Bu men tuman bo'lim boshlig'i sifatida juda ham chiroyli tanlov deb bilaman. Assalomu alaykum. Mening ismim Asliddin Bazarbayev. Hozirgi kunda 14-maktabning 9-V sinf o'quvchisiman. Bugungi eng yaxshi ingliz tili maktabi nomi ostidagi tanlovda qatnashdim. Tanlov masalasiga testlarga keladigan bo'lsak, testlar o'rtacha darajada, asosan B1 va B2 darajada 3 ta qismdan tashkil topib, birinchi va ikkinchi qismlar asosan grammatika va uchinchi qism matnda tushuna olish qobiliyatini tekshirish uchun qilingan ekan. Test darajasi uncha qiyin emas va lekin baribir ma'lum bir darajada qiyin, noqulayliklar tug'diradigan savollar mavjud ekan. Umuman olganda test juda ham ajoyib bo'ldi, tayyorgarlik hammasi joyida.